Alem Teleskopining 30-yillik xotira kunida olamga oid alohida ko'rinishlar e'lon qilindi. Amerika Alem qatnash idorasi NASA va Yevropa Alem qatnash idorasi ESA Hubble Alem Teleskopining xizmatga boshlagan 30-yillik xotira kunini yulduzlarning o'zgacha rasmlarini e'lon qilish orqali tabrikladi. Hubble Alem Teleskopi 1990-yili 4-oyning 24-kuni 5 nafar olam uçquchisidan tarkib topgan bir otryad bilan xizmatga boshlagan. Yer yüzüdən təxminən 600 kilometr yiroqlikda joylashgan va o'z orbitasida davomli yer sharini aylanib harakat qilayotgan bu teleskop 30 yil mobaynida insoniyatni olam bo'shliqi va koinotga aloqador uchurlar bilan ta'minlab kelmoqda. Hubble teleskopi bugunga qadar 1.400.000 qitim kuzatish ilib borgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi astronomlarning 17.000 parchadan ortiq ilmiy maqolalarining e'lon qilinishi uchun tarixdagi eng mo'l sonliq ma'lumot ombiri bilan ta'minlangan. Bu teleskop yuqori aniqlikdagi linza soyasida tunji qitim Quyosh sistemasining sirtidagi yulduzlarni, sayyoralarni va qora-o'nkirlarni kuzatishimizni ta'min etgan. Ig'ilinishicha, Hubble teleskopining 30-yillik xotira kuni uchun maxsus e'lon qilingan bu ko'rinishlar Yer sharidan taxminan 163.000 yo'riqliq yili yiroqlikda joylashgan Samanyoli sistemasi atrofidagi olam bo'shligiga mansub ko'rinishlar ekan. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi tarafidan ilgari maxfiy deb qaralgan noma'lum uchar jismga oid sinlar avomga ichib etildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Pentagon buningdan burun torlarda e'lon qilingan Uyg'urcha uchar taqsa deb atiladigan noma'lum uchar jismlarga oid bir qancha sinlarni rasmiy e'lon qilgan. Mas'ul xodimlar ilgari intayin maxfiy deb qaralib xalq oshkorlanmagan bu sinlarning alohida sezgir uchurlarni o'z ichiga olmaganlik uchun avomga ichib etilganligini qayd qilgan. 5 burchaklik bino ilgari to'rda e'lon qilingan va Amerika dengiz armiyasi tarafidan eng maxfiy deb atalgan 3 dona sinning maxfiyligini amaldan qoldirib oshkor e'lon qilgan bo'lib, sinlardan nurg'un kishilar tarafidan UFO yoki noma'lum uchar jism deb to'nilgan jismlarning Davlat Mudofaa Ministrligi tarafidan texicha aniqlanolmagan havo hodisasi deyilgan bo'lib, 5 burchaklik bino bayonotchisi ham bahrilgan bu singa aloqador holda videoda ko'rsatilgan havo hodisasi texicha aniqsiz holatda deb ko'rsatgan. Gerçi Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Amerika armiyasi uçquchilari tartib olgan ko'rinishlarni rasmiy shaklda e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo bu sinlarning suratga ilinish tarixining xili baldir ekanligi ma'lum bo'lib, biri 2004-yilda tartilgan bo'lsa, qolgan ikkisi 2015-yildagi sin ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Tadqiqotchilar gen o'zgartish orqali davomli nur chechib turadigan o'simlik yetishtirdi. Rossiyalik bir guruh tadqiqotchilar ikki xil tamaka o'simligining genlarini o'zgartgan bo'lib, natijada bu ikki xil o'simlik davomli turda yo'riqliq tarqitib turadigan holga kelgan. Futurizmdagi xabarlarga asoslanganda, tadqiqotchilar o'xshamagan turdagi ximiyalik moddalarni o'xshamagan o'simliklarga o'kul qilib urib, ularni yo'riqliq chiqaradigan qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, bu sinoq faqat bu ikki xil o'simlik bilan muvaffaqiyatli bo'lgan. Ko'rsatilishicha, tadqiqotchilarning bunday qilishdagi asosiy maqsadi o'simliklarni nur chachadigan qilishla emas ekan. Tadqiqotchilar buning bilan birlikda o'simliklardagi metabolizmning qanday ishlaydiganligini aniqlamoqchi bo'lgan. Tadqiqot natijasida o'tirg'i chiqqan o'simlik nuri ko'z bilan ko'rgili bo'ladigan darajada yo'riq bo'lsa-mu, qorong'uda kitob o'qishga yarag'idek darajada kuchli emas ekan. O'simlikda barliqqa kelgan bu yo'riqliq tarqitish hodisasi mazkur o'simlikning asldagi tabiiy iqtidoriga daxl qilmagan. Amerika Alem qatnash idorasi NASA hayotlik mumkinchiligi bo'lgan rayonga joylashgan yer shariga o'xshab qoladigan bir sayyorani bayqadi. NASA'dagi olimlar 2018-yili xizmatdan to'xtatilgan Kepler Alem apparati orqali erishgan sonliq ma'lumotlarni davomli turda tadqiq qilib, yangi bayqashlarni kashf qilayotgan bo'lib, tadqiqotchilar yer sharidan 300 yo'riqliq yil yiroqlikdagi yer shariga o'xshaydigan yangi bir sayyorani bayqadi. Tadqiqotchilar bayqagan Kepler 1649c deb ataladigan bu sayyora yer sharidan faqatla 1,6 cho'ng. Bu sayyoraning o'zi orbitasiga joylashgan turg'un yulduzning qabul qiladigan issiqlik miqdori yer sharining Quyoshdan qabul qilgan issiqligining 75% ga barobar keladi. Ammo yer shariga o'xshamaydigini yangi bayqalgan bu sayyora qizil patak yulduzni aylanib harakat qiladi. Patak yulduzlar odatda planetlarda hayotlikning mavjud bo'lishini cheklaydigan yulduz chaqnashini keltirib chiqargan bo'lib, Kepler olam kemasi bayqagan bu sistemada hozircha bunday hodisa ko'rilmagan.
Kepler 1646c deb atalgan sayyora kichik qizil patak yulduziga intayin yaqin joylashgan. Bu sababli uning bir yili yer sharidagi 19,5 kunga teng keladi. Kepler 1649c to'g'risida teg'i ko'plagan sirlar mavjud. Bu sirlarning ichida eng boshda keladigani sayyoraning issiqlik darajasini belgilaydigan atmosferadan iborat. Bu aniqlanmagan taraflarning bo'lishi qarmay, navbatda erishgan sonliq ma'lumotlar bu sayyorada hayotlikning mavjud bo'lishiga izn beradigan bir holatning mavjud ekanligini ko'rsatib turibmoqda ekan. Tadqiqotchilar yo'riqlikning qora o'nkirdan qochalaydigan bir yo'lni kashf qildi. Koinotdagi eng chong sirlarning biri bo'lgan qora o'nkir to'g'risida bildiganlarimiz intayin cheklik bo'lsa-mu, tadqiqotchilar bu sirliq olam jismi ustidagi tadqiqotni davomlashtirmoqda. Yaqinqi tadqiqotlarning birida yorug'likning qora o'nkirdan qochib qutula oladiganligi o'tirib qo'yilgan. Live Science'dagi xabarlarga qaraganda, astronomlar massasi Quyoshdan 10 nesli cho'ng bo'lgan yer sharidan 17 ming yorug'lik yili yiroqlikda joylashgan bir qora o'nkirning rentgen nuri orqali kuzatish natijasida erishilgan sonliq ma'lumotlar arxivini tekshirish natijasida yorug'likning qora o'nkirning kuchli tortish kuchidan qochib qutula oladigan yangi va alohida bir yo'lining mavjud ekanligini o'ttirib qo'ygan. Tadqiqotga asoslanganda, qora o'nkirning yig'ilish diskisidagi yorug'lik sirtqi bo'shliqqa qochib keta oladi ekan. Tekshirish elib berilgan qora o'nkirdagi G1550-564 deb ism qo'yilgan yorug'likning qora o'nkir tarafidan shakllangan yig'ish diskisidan bevos qochib keta olmaganligini, ammo qora o'nkir tarafidan tortilgandan keyin xuddi bir bumerangga o'xshash yig'ish diskisidan qaytganligini bayqagan. Bu bayqashning qora o'nkirning aniqlanmagan boshqa taraflarini tushunishga zo'r hassa qo'shadiganligi taxmin qilinmoqda. Masalan, tadqiqotchilar bu yorug'likning qanchalik darajada egilganligini va orqaga qanqiganligini hisoblash orqali qora o'nkirlarning aylanish sur'ati haqida yangi ma'lumotlarga erisha olishi mumkin ekan. NASA Yupiterning xuddi san'at asriga o'xshaydigan rasmini e'lon qildi. Olam tadqiqoti bilan shug'ullanadigan olam qatnashish organlarining biri bo'lgan NASA Yupiterning xuddi san'at asriga o'xshaydigan rasmini e'lon qildi. Bir qancha o'rinda ozroq tahrirlash ilib berilgan bu rasm 2016-yildan buyon Yupiterning orbitasida harakat qilayotgan Juno nomli olam kemasi tarafidan tortilgan. Amerika olam qatnash idorasining Juno deb nom berilgan olam kemasi 2016-yil 7-oydan boshlab Yupiterning orbitasida aylanishga boshlagan. Junoning asosli vazifasi Yupiterning qanday shakllanganligini aniqlab chiqish bo'lib, u yaqinda Yupiterga qarata 26-chi qitimliq yaqin uchishini tamomlagan va bu uchish jarayonida Yupiterning kishini hayajonlantiradigan ko'rinishlarini suratga olgan. Tadqiqotchilar asli rasm ustida ozroq o'zgartirish ilib berib, ranglarni biroz qiynaqlashtirgan. Asli rasm Juno tekshirish apparati tomonidan 2020-yil 4-oyning 10-kuni Yupiterning bulut qatlamining salla ustidan uchib o'tayotganda tortilgan. NASA'ning bayonotiga qaraganda, Juno tekshirish apparati Yupiterning bulut qatlamining usti chekidan taxminan 8650 km egizlikda, soatiga 204 ming km tezlikda uchadi ekan.